Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Maqs qilganlar omon bo'linglar. Irohi to'ylar muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. barchaga o'z minnatdorchiligimizni izhor aylaymiz. Ilohim to'ylar muborak bo'lsin, tantanalar muborak bo'lsin. Nomi dunyo omonat joyda. Insonni ko'p tumonat joyda, kun bo'lmasa hech qursa oyda, singillarni yo'qlab turing ey do'st. Akalik, tog'alik bu baxt har kimga emas. Aka bo'ling, el qilsin havas, yo'l tushganda bir nafas. Singillarni yo'qlab turing ey do'st. Ilohim singilimiz borgan joyda baxtli saodatli bo'lsin. Men bekorga so'z navbatini mana hozir gapimni aka-ukalar, tog'alar haqida bejiz boshlamadim. Davramiz to'riga agar xo'p desalar, mana shu yerda kelib boshamizni akalarini, tog'ajonlarini, xolajonlarini, qavm qarindoshlarini taklif qilgan bo'lardim. Amakilari ham bir talaygina mana Gulflar sulolasidan mana shu yerda tashrif buyurgan insonlar bor. Qolaversa tog'ajonlari bor davramizda, ha? Marhamat, mana shu insonlar taklif qilaman. Undan so'ng xudolarimizga navbat e'lon qilaman. Hurmatli xudojonlar, eshitmadim demanglar. Birozdan so'ng davramizga tayyorgarlik ko'rib turasiz. Sizlarni davramizga chorlaymiz. Erkak xudolarimiz, ayol xudolarimiz bir chiroyli tarzda kelib davramizni tabriklaydilar. Hozir esa davramiz to'riga kelib boshamizni qavm qarindoshlari bormi? Kelinglar, ammajonlari bor, Novosibirskga kelgan insonlar bor, kelinglar, marhamat. Maholi onajonlar yoniga borganimda qavm qarindoshlar desangiz o'zlari bilib chiqadi deyishdi. Shuning uchun marhamat, davramizni ko'p cho'zmaysiz. Kelib boshamiz onajonlarga men yana bir bor yuzlanmoqchiman. Qavm qarindoshlar qana? Kelib boshamiz ammalari, xolalari davramizga kelinglar, marhamat, tezroq kelasizlar. Sizlar ham kelasizlar, keling, marhamat, albatta keladigan, davraga chiqib mikrofon orqali tabriklaydigan joy va qolaversa tarixda qoladigan ajoyib voqealar bo'ladi. Oila a'zolaringiz nomlaridan bir chiroyli tabriklab qo'yasiz. Tezroq kelasiz. Marhamat, hurmatli aka-ukalari, opa-singillar, ammajonlar, xolajonlar. Yaxshi kunlar ilohim muborak bo'lsin. O'tib borayotgan soat daqiqalari kelgan mehmonjonlarimiz yodlarida uzoq muddatga saqlanib qoladigan chiroyli to'ylar sirasida bo'lmoqda desam, so'zim mubolag'a bo'lmaydi. Xudo xohlasa, to'yimizni bizga yetib kelgan ma'lumotlar qaraganda ikkinchi qismi ona vatanimiz Tojikiston diyorida bo'ladi. Tojikistonda bo'ladi, xudo xohlasa. Inshaalloh hammalarini o'sha to'ylarga taklif qiladi. Hali xudolarimiz o'zlari chiqib aytadi, to'yga taklifnomalar mana shu yerda o'tirganlarga yetkazadi, og'zaki bir chiroyli tarzda. Unga qadar esa onajonlarimiz qanday tayyor bo'ldilarmi? Bemalol kelishlik mumkin. Marhamat, qavm qarindoshlari, yangilari, kelib boshamizni yaqinlari, tezroq keling, marhamat, bemalol kelishingiz mumkin. Yaxshi niyatlardan qancha ko'proq qilsak, shuncha kam nazarimda. Albatta, marhamat, chiroyli musiqalar, folk musiqalarni bardavom ettiramiz. Ular kelgunga qadar to'yimizni bir chiroyli misralar, satrlar bilan davom ettiramiz. Onalarimizning umrlari uzoq bo'lsin. Bu dunyoda bir naql bor, onani yaratmasin deydi. Albatta yaxshi ma'noda aytilgan. Chunki ona farzandni dunyoga keltirar ekan, uni hali dunyoga kelmasdanoq vujudida ekanligidan mehri qo'yadi, mehri tushadi. Uni o'g'il yoki qiz farzand ekanligini bilmasdan turib yaxshi niyatlar qilishni boshlaydi. To'ylarni ko'rsam deydi, sarpolar yig'adi. Ularni hayotiga as otadigan chiroyli, kerakli, dunyoviy bir ajoyib anjomlarni yig'ishlarni boshlaydi, setni yig'ishni boshlaydi. Onajon, chiroyingiz gullar naslidan. Go'zallarning naqshisiz ona, qolishmaysiz bahor faslidan. Siz hammadan yaxshisiz ona. Borligingiz baxtimdan darak. So'zingizdan sevinar yurak. Ming yaxshilar ayting menga ne kerak. Siz hammadan yaxshisiz ona. Siz bor alam menga boqmaydi. Ko'zlarimdan sira yoshlar oqmaydi.
onajonim, bo'lmasangiz dunyo farzandingizga yoqmaydi. Siz hammadan yaxshisiz ona, siz hammadan a'losiz ona. Ilohim onalarimiz umrlari uzoq bo'lsin, kelinglar marhamat. Qani amakilari bormi? Bemalol kelasizlar. Mana keldi. Obujon akam shu yerdamisiz? Umringiz uzoq bo'lsin, to'ylarga harakat qilyapsiz. Xudo xolasa, ha deb bu inson xonadonda ham chiroyli to'ylar bo'ladi. Hammamiz kelib xizmatda bo'lamiz inshaalloh. Alloh yetkazsin. Hozir esa so'z nima sizlardan. Marhamat. Men ham kelaman degan javob qo'ying. Assalomu alaykum. Nasıl? Bugün kanalımda Kemal'in kanalında şimdi arkadaşlarım Allah'ın şükürse beni arkadaşlar zamanla haftada kendisi işlerden olan şartlarda Assalomualaikum aziz yurtdoshlar. Mana bugun jiyanimiz Farzona bo'lamiz Tohirjon. Kelasiga baxt tilaymiz. Sog'lik, salomatlik, fayz baraka. Ko'p farzandlar bo'lsin, taqdirlar bo'lsin. Shu og'ayni qarindoshlar kelmagan og'ayni qarindoshlarning nomidan bu tarafdan, ammalar tarafdan, xolalar tarafdan hammasining nomidan tabriklaymiz. Xolar to'ylar qutlug' bo'lsin. Amaki to'ylar qutlug' bo'lsin sizlarga. Nima deydi? Biz to'yda xabar o'zlaridan rahmat aytmayman. Yana bir assalomu alaykum. Mana shu yerda qatnasholmayotgan jigarlarim nomidan, har safarlarda yurgan jigarlarim nomidan hammasiga tabriklayman. Mana shu yerda oyim nomidan, qachon nomidan tabriklayman sizlarni. Hamisha baxtli bo'linglar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Nima deyapti onalarning niyatlariga yetinglar. Qarsanglar. Rahmat, salomat bo'linglar. Marhamat, joylardan bemalol o'rinni egallashingiz mumkin. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Obujon aka, odatda to'ylarda shunaqa bir voqealar bo'ladi-da. To'yga taklif qilaman, qavm qarindoshlarini, kelinglar tabrik so'zga desam, uyalishadi. Ko'p uyalishadi. Ha? Uyalishadi ko'pchiligi. Keyin to'yni o'tgandan so'ng, to'y o'tgandan so'ng videolarni ko'rib rahmat aytganlar bo'lgan. Chunki, chaqirganingiz yaxshi bo'pti. Videoni ko'rib, o'zini ko'rib, hali qarindoshlar bir-birini ko'rib, tabriklaganini ko'rib, xursand bo'lib, tarixda qoldi-yu, yaxshi ish qilgan ekansiz deb rahmatlar aytganlar bo'lganda, salomat bo'ling. Turtirada umrlar uzoq bo'lsin. Shunaqa tarixiy voqea bo'ladi. Hozir bir kichkina bir e'lonni Obujon akamning nomlaridan sizlarga yetkazib qo'ymoqchiman. Hurmatli haloyiq, hurmatli aziz mehmonjonlar. Joriy yilning 2026-yilning 7, 8, 9 avgust kunlari Xudo xolasa Krasnoyar zaminida Ummatovlar oilasida Obujon akamning xonadonda bo'ladigan farzandlarini to'ylariga barchangizni lutfan taklif etmoqdalar. Soat nechiga bo'ladi? Qaysi to'yxona edi? Karona to'yxonasida soat 18:00 da boshlanadigan chiroyli to'ylarga taklif qilyaptilar. Eshitganlar salomat bo'linglar, farzandlar baxtli bo'lsin deganlar bitta qarsa chalib qo'yasizlar. Bitta qarsa. Rahmat, o'zingiz bo'lsin. Salomat bo'ling. To'ylar muborak bo'lsin. Ana to'ylarga taklif ham qo'yildilar. Bu ajoyiblar, ne'mat, ajoyib ish, qadrdonlar. Salomat bo'linglar. Ana endi hali so'zimiz yuqorida va'da berganimizdek, davramizda qudalarni tashrifi bilan davom ettiramiz.
Obijon aka aytdilarki, bir chiroyli tarzda bu taraf ham qarindoshlar bo'lar ekan. Endi bu tarafdan qarindoshlarni kuyovturamiz taraflaridan Tohirjonni yaqinlari davramizga taklif qilmoqchiman. Marhamat, hurmatli qudalar, qayerdasiz? Kelinglar davramizga. Obijon akam, sizlar o'zingiz ham bir chiroyli farzandlaringiz to'ylarga taklif qilib olasiz. Mana shu yerda Krasnoyarsk xalqini va o'rni joyi kelganda farzandlarni chiroyli duo qilib tabriklab qo'yasiz. Kelinglar, qudalarga yo'l berib orasida qadrdonlar, qudalar davramizga taklif qilamiz. Yosh ulug'larimizni bemalol kelishi mumkin. Ayol qudalarimiz qani? Ayol qudalar bormi oramizda? Mana shu yerda bular. Kelinglar, marhamat, hurmatli qudajonlar, ota-onalar boshchiligidagi ammajon voras qudalarimiz bemalol kelishi mumkin. Marhamat, otalarimiz boshchiligidagi bir guruh insonlarni davramizga chorlaymiz. Chiroyli musiqalar balandroq qo'yaverasiz, balandroq qo'ying. Marhamat, musiqalar sadolari ostida qudalarimizni davramizga chorlaymiz. Marhamat. Vastos uchun mana musiqalar bor. Bir kayfiyatni ochadigan musiqalar bilan birgalikda kelinglar xudolar. Marhamat. Ana kayfiyat. Bu bahoriy va bir chiroyli bayramona kayfiyatlar beruvchi musiqalar vorizga shu. Bir qadam oldinga chiqib olasiz, aziz mehmonlar, bir qadam oldinga. Chunki karaoke'ga yaqin bo'lsak, ozgina balet qilishlik. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun yig'ilishimiz sababchilari o'g'lim Tohirjon va kelinimiz Farg'onalarni birinchi qism hayotiy yo'llarida qatnashyapmiz. 2 yoshga o'rtoq umr, sihat, salomatlik, baxt, saodat tilab qolaman. Chunki oilamdagi birinchi ularga insof, iymon, sabr, shukr shior qilib olsa, o'shalarni doim hurmat qilib qo'yaman. 2 yosh baxtimiz. Assalomu alaykum. Mana chiroyli bir xonadonga fayzli xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Mana shu fayzli xonadonda sababchilar bo'lmish qaynonam Tohirjon hamda bugun e'tiboran bo'lgan kelinimiz Afg'onistonlarning to'ylarida hammamiz nasib qilgan. Sizligingizga uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz. Mana shu 2 yoshning baxtini to'ylariga yetkazib olgan barcha xonadondoshlar nomidan tabriklaymiz. Tojikistondan kelgan, Novosibirsk shahridan kelgan barcha qarindoshlar nomidan tabriklaymiz. 2 yoshga baxt tilaymiz. Baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum. Mana shu dasturga tashrif buyurgan aziz mehmonlarning mezboni. Mana shu bugungi yig'ilishimizga sababchilar bo'lmish jiyanim Tohirjonning va ularning kelin bolasi emas. Bu 2 yoshga baxt tilayman doimo. Ota-onasiga xizmat qilsin. Xudo xolasa 26-27 iyun kuni Tojikistonga to'yga boramiz. Hammangiz tashrif buyuring. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mehmonlar. Mana bugun yig'ilishimizning sababchisi bo'lmish o'g'lim Tohirjon va kelinimiz Farg'ona xonalarining ushbu nikoh to'ylarida o'tirar ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib ularga o'zim nomimdan va qolaversa qatnasha olmayotgan qaynukalarim, qaynsinglarim, qaynonalarim, qaynobolarim, qizlarim nomidan tabriklayman. Hamisha umrlarim uzoq bo'lsin, baxtli bo'linglar. Hamisha Allohdan so'rayman, hamisha baxtlaringni so'rab qolaman sizlardan.
Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun o'g'lim Tohirjon hamda kelinimiz Farzonalarining nikoh kechalarini birinchi qismida o'tirar ekanmiz. Ushbu munosabat bilan avvalo shu xursandchilik kunga yetkazgan Allohga shukr qilib, akamni, qayinsinglimni, ukamizni, To'lg'anoy singlimizni farzandlarini baxt kechalari bilan chin qalbdan tabriklayman. Ilohim farzandlarning rohatini rohatda ko'rib yursin. Ularga ham uzoq umr, sihat, salomatlik, eng chiroyli oilalarning biri bo'lishiga tilakdoshman. Tanijonlaring sog' bo'lsin, o'g'il qizlaring ko'p bo'lsin. Ko'p qatorda yaxshi yuraveringlar. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar. Bugun sababchisi ukam Tohirjon, kelinimiz Farzonaxonlarning baxt kechasida o'tirar ekanmiz. Bularga baxt tilayman. Hamisha ota-onamizning xizmatida baxtli bo'lib, Tojikistonning eng oldi kelinchaklaridan bo'lishini istab qolamiz. Shu yerda qatnasha olmaydigan otam, kansaydan, xolalarim nomidan, hammasidan, ukalarim, singillarim nomidan, ammalarim hammasining nomidan tabriklayman. Tojikistonda Xudo xolasa 27-kuni to'y kechasida hammamizni sizlarni ham taklif qilamiz baxt kechasiga. Rahmat. Ota-onalarga umrlar uzoq bo'lsin deymiz. Mana fursatdan foydalanib bir chiroyli to'ylarga ham taklif qilib oldilar. Marhamat. Hozir davramizda xalqimiz chiroyli naqllari bor. Fonni berib oling, fonni. Ota rozi, nima deydi xalqimizda? Xudo rozi. Husanjon aka, mana umringiz uzoq bo'lsin aka. Juda chiroyli ish boshlabsiz. Hammalarini taklif qildingiz. Farzandlaringiz baxtli, saodatli bo'lsin Tohirjonlar. Tohirjon o'zini zuhrosini topgan için bo'lsin. Xudo xohlasa sizni tabarruk xonadoningizga kelin podshohimizning qadamlari yoqib, muborak bo'lib, ilohim fayz va barakalarni Allohim ziyoda qilib yog'dirsin. G'amga boshim egmam sira otam bo'lsa. Egilmasman, sinmam sira otam bo'lsa. Duolari yoritadi yo'llarimni. Tashvish nima bilmam sira otam bo'lsa. Ayvonimda o'tirsa bas baxtim ko'rib, xizmatini qilay men ham o'g'il bo'lib. Ota rozi, Xudo rozi ekan do'stlar. Otam bo'lsa omadim ham kelar kulib. Ilohim omadimiz kulgani rozi bo'lsin, baxtimizga ota-onalar omon bo'lsin. Salomat bo'linglar, to'ylar muborak bo'lsin. Xush kelibsiz mehmonlar. Marhamat, joylarni bemalol egallashingiz mumkin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Ana xudojonlarimiz ham davramiz taklif qilib bir chiroyli tarzda ularga izzat, ehtiromni yuqorisini ko'rsata oldik degan umiddaman. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Ana endi davramizga hurmatli aziz mehmonjonlar, qudalarimizni taklif qilar ekanmiz raqslarga, hozirgi ijro etiladigan chiroyli musiqalarga barcha erkak qudalarni, ayol qudalarni taklif qilaman. Hoji aka, Nurvoy aka, o'zingiz mana shu qudalarni davramizga boshlab berasiz. Salomat bo'ling. Hozir ijro etiladigan musiqa qudalarimiz uchun bo'ladi. Orqalardan barcha qavm qarindoshlari, davramizda o'tirgan aziz mehmonlarimiz, qolaversa kelin podshohimizning otajonni mana shu yerda o'tirgan barcha do'stlari hali raqsga to'ymay qoldi. Bir chiroyli musiqalarni ham o'zlari shaxsan zakaz qildilar. Mana shu insonlar ham davramiz to'ligan raqsga taklif qilamiz. Birinchi musiqamiz qudalar uchun, orqasidan barcha mehmonlar davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Davom etamiz. Mana bizlar
Masayı, siyoşunu